Amaliy imtihondagi 11-mashq, ya'ni parallel parkovka mashqini ham eson-omon jarima ballarsiz bajarib finish chizig'igacha keldingiz. Juda ham ko'pchilik finishga keldim deb hayajondan yo nazorat chizig'ini bosib qo'yadi yoki birinchi yo'lak C toifasi yo'lagiga kirib ketadi va -100 ball olib imtihondan yiqilib qolishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, finish chizig'ida ham xatolarsiz bajarishni o'rgataman. Siz uchun manfaatli bo'lsa bitta like bosib qo'yasiz. 11-mashq, ya'ni parallel parkovka mashqini ham eson-omon tugatib mana chorrahaga kelyapmiz. Oxirgi mashqimiz finish yo'lagi, ya'ni finishga qarab yo'l olamiz. Ogohlantiruvchi ishorani o'ngga yoqib, svetofor ishorasiga amal qilib, o'ngga burilamiz. Juda ham ko'pchilik mana shu joygacha jarima balli olmasdan mana shu joyda yiqilib qolishadi. Buni asosiy sababi yaxshilab e'tibor beringlar mana. Bu yerda mana belgida ko'rsatilgan. Birinchi yo'lak parallel parkovka yuk avtomobili uchun deb ko'rsatib qo'yilgan. Demak, biz ikkinchi yo'lakka yuramiz. Ikkinchi yo'lakda nazorat chizig'ini bosmaslik uchun ushbu o'ng bakoyimiz, avtomobilimizning o'ng bakoyi ushbu chiziq burchagiga to'g'ri kelganda rulni mana buramiz o'ng tomonga oxirigacha. Burib avtomobilimiz yo'lakka to'g'ri bo'lganda rulni qaytaramiz. 2 marta orqaga mana shu holatda finish chizig'iga qarab yo'l olib ketyapmiz. Endi finish chizig'ida ham jarima balo olmaslik uchun avtomobil ogohlantiruvchi ishorasini o'ng tomonga yoqib finishdan chiqib ketamiz. Xuddi mana shu holatda amaliy imtihonni siz ideal topshirasiz. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga bitta like bosing. Shunga o'xshash foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Hali oldinda bundanda qiziq amaliy imtihonlarga oid videolarni qo'yib boramiz. Agar amaliy imtihonga imtihon markazlari bilan birga bir qilgan avtodromda tayyorlanmoqchi bo'lsangiz, keling sizni ushbu avtodromda tayyorlab, burilishda amaliy va nazariy imtihonlarni o'tkazamiz. Murojaat uchun quyidagi telefon raqamlariga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Parvoz avtomaktabi har doim natija bilan gapiradi.